muhtaç emasman namertlerge hiç. Agah bulsan bu sirin itman. Uskan yarmaz nadan namertler hergiz. Yığlap gözümde yaşla kurutma. Uskan yarmaz nadan namertler hergiz. Yığlap gözümde yaşla kurutma. Yığlap gözümde yaşla kurutma. Kovancı ağa. Kim o? Acayip uzun paranı düşüp kettiniz. Ha? Gel kılın ha? Gel kılmaysız o. Hı? Baptı gel kılısınız. Sizge deydigan gepim var diye başlaq. Oturup da? Ördürüp desem bo'laverdi. Men Riyad to'g'risida ba'zi bir gaplarni deydigandim. Tashqi guruhimiz men ayni vaqtda intayin cho'ng orzular bilan aran kelgan guruh. Lekin guruhimizga xodimlar intayin istidodli. Lekin shu ba'zi ishlar guruhimizning obro'yini hem obrazini yeg urib qo'yish mumkin. Riyad o Yaxshimisiz boshliq? Bo'ldi boshliq, ammo men siz buyurganlarni hozir chiqib qo'yday. Bir iş var mıydı? Ha, taza bir vaqtida kirib qoldim-ku boshliq. Me'llardan fikrlashyapman. Har qancha ish bo'lsin, ishga chekib kirishni bilmamsiz? Aldirabla kirib qoldim boshliq. Shu tartib qo'lag'i munbarda bir faoliyat uyushtiray degandim. Shuning butun vakolatchilarni chaqirib, siz buningga qanday qaraysiz? Uni ijro boshqarish sistemasiga yozsangiz da bo'lmadimi? Shu siz bilan ayrim paranglashaydi deb kirgandim. İşte ayrım paranglashadigan ishlarni iditlik sistemini bajarish uchun barliq keltirgan sistem bor. Siz bir shirkat mas'uli. Aşınçılık işlerine ehemmiyet vermemsiz? Ben dikkat qilay boshliq. Sizga deydigan ba'zan bir gaplar botdi. Lale to'g'riliqmi? Ko'nglimni tushundigan bo'lib ketibsiz boshliq. Bu gaplarni keyin deyishadi. Siz chiqib xizmat o'rningizni bo'shting. Bu plandan biri mas'ul chiqdimi boshliq? Albatta. Cho'qim Lola men uni ishdan bo'shatganligimni bilib, oldin ola kirib o'zining yo'lini ichib olgan gap. Siz men bilan qanday xususiyat paranglashayapsiz? Bu tashqi guruhining ish bajarish usulimi? Qachondan boshlab mushta bo'lib ketdinglar? Men tuzumga bo'ysunman boshlab. Lekin kimning ekanligini bilib olsammi bo'ladi.
kimligi muhim emas. Albatta siz bilasiz. O Sübi. Albatta. Unda olsa pek yaxshi o'g'idek boshlab. Men pek xush oldum. Men hozirla chiqib Sübiga ishxonamni bo'shatib beraman. Men chiqdim boshlab. Stakan çay koydu. Yana bir stakan. Bu yer kep qapsizg'u. Bu yer mos kelmaydi-ku deyman sizga. Subini izlab kelgandim. Nima qilyaptingiz? Uni ozdiray deganman. Uni ba'zi bir ishlarni xabarda qilmoqchi. Yana kelib Subi bilan yarashib qolishida unga yordam qilay degan. Bo'ldi qiling Lola. Bugun maktabimga kelib qapsiz. Buning lekin boshqalarga hargiz men Go'zal Nurxonning maktabi tarbiyalangan deb yurmang. Hammasini o'zining bir yo'li bor mallan. Men Subining o'zi bilan bir ko'rishay degandim, biroq uning telefon qilsam telefonni faqat olmadi. Endi o'g'ani nimaga ko'rishyaptingiz? Siz bilan necha qatim ko'rishib qanday natija bo'ldi? Tas qapsiz uni boshqa o'g'illarga tunishtiryaptili. Sizni men shunday qilamanmi? Kim qilmaydi deb kafolat berolmaydi? Siz meni taq tushunmabsiz mallam. Maylarki menim deyishdan qat'iy nazar men bunday ishlargiz qilmayman. Onun ustiga men hamma tushunib bo'ldim. Men o'zimning eng yaqin do'stim mushtaqim qilamanmi? Men pul lozim bo'lgan chaqda men mush yo'lga menib qoldim. Amsi o sizni izlagani nimishqa yaxshiroq paranglashmaysiz. U chaqda mening ishlarim tugab qolmagan. Pul tepildi Lola. Qiyinchilikmi o'tib ketdi. Subi oz qiynaldimi? Men Subini surishtirdim. Ona faqat Ikbar degan bir qizning bo'lib ketishdi. Menlik intayin shuqur ekan. Uni qaytirib yakdish niyati bo'lsa, fursatni chang tutsa mening qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Subini yana bir o'g'il tunishtiramsiz? Siz bo'ldi ekansiz. Bo'ldi qiling. Nimada qilasiz mallam? O sizdek usulda ish qiladiganlarga yordam muhtoj emas. Bo'ldi qayting. Müşta ciddi vaqtda nimda kelmaydi deyman. Vay nimanda davrsiz. Bizim telefon qilsak telefon amatı jilulib turadi men. Topsam deb bermamdim sizga jilulib turadigan chaqda.
Sizce aş yüzünüz iyixsizlikten qoqat deb bəməyətdən gep. Mən obdan bilməzsiniz. Yo, siz hiç açıştım ha. Hey, ben siz dep koyay. Tip basamca dep beveyme. Hə, şu sizlərnoccu, həmminlərin içi bəhtarkən. Ay bu başlıq arat, unuğan dursa onu yandırıb kelişimge bu vaxt onu tıqıb qoyğunanlar nemisi deyməm. Ay, o qağaz aldı, qağaz yasaldım diye. Acayip yakılan kız olkensiz. Mağaram, ben hazır çıkıp bakamızdayım. Siz gideyin ha oldu. Ergiz. Nimige herkes. Ergiz ketmeyme. Bugün müşahit durup onu tapqanın tapqan. Hey, mal bu avarçılık tudurup beğenmişsiniz çoğu. Mən sizə avarçılıq deb bərmədim. Siz mən öşqot. Mən bu oxşa sizə bək üçüb getdim. Siz çıxdayı verin ha, bolma şıxanıma qoyub qoyub. Mən müşahit turup onu saklığınım saklığım. Fəqət bolmaz müşahit qonuma. Yapıdığan nəsə var mı? Şipar. Evet. Ha, konsanız konuma hemen gideyivereyim. Şikaptı ba, yapılan neyse. Siz çoğu kol koydum. Sizga xushxabar yetkazay deb telefon qilishim. Bo'pti, men daveray. Men boshliq bir haftaning yoqiga urib, Subeni shirkatga qaytirib kelish ko'ndadim. Bana nima ish qilishmaydigansiz? Men o'rinimni uning o'tkazmadim. Bizning shirkatning katibi uni qaytirib kelish ketgan, lekin hech qaytib kelmadi. Meningcha jihatlardan qaytib kelish mumkin. Albatta. Haras, mening ishimni qanday qilishimiz? Bo'ldi. Gapingizdan endi olmayapsan. Ma'qul. Xo'sh. Evet. Bu avazım kızbanlı gidelim çıkıyorsun ha. Hı? Siz bir yani iş kılsınız. Oy siz gelsiz of. Ben cimcimen var şu an. Sonra kıştınız mı of. He. Oy işğan kep oldunuz ey. Bir canınızı layıksınız o manda. Allah'ım ben herhalde kaçıştım. Gece çıktım. Harap diyen bir şancan şucu kılmayın ne İşte. He. Ay mişten lepten şpiyon kanı. Qıpşıyorsanız gece talat apanız kapılmamda, ensirmemde. Telefonunuz ettik de Ama yarısılı fokus. Apam bazen bu beni apam soğukşudu beni. Nim dep soquşdu, araqıştan depma? Ya. Tayaptım beni. Yanımda tire kız oldu beni. Enkürümü de andı soğukşu. Oy siz mi ekirsanız buldu kızlarımızdan birini. Ekirsanız o zaman kimde ekirettiniz? Ben yaxşı gören kızın enkürümeni. Yaman karma. Odul karan odudum da. He. Siz şu. Ben nim boptum ha? Apam uyga enkür degan kız men yaxshi siz şu. Nasıl bu?
Hey, men yaxshi ko'rg'us rasqon. Yaxshi ko'rdim deb adayt. Ishxon kelolmaz ko'ngil mana. Demak, men yordam qilaman bu ishda. Nima ishda yordam qilma? Men bilan birga uyga berib, opam bilan ko'risham. Hərgiz kirmayman. Ham xiyol qilmang. Yelimi sizning kayningizdan chiqqan gapim oz emas mening. Yordam qilmaysizmi? Qilmayman. Ketsiz. Ketma. Ma'qul. Men ketib turgan xayr qolamga kipar men bilan chiqqan uxlab. Voy, nimdaydig'andi? Ishqilib o'zingiz deb qo'ydim. Allah sizda. Voy, chaqchaq qilma. Kessiniz ish madrabda. Lekin ikkimizning ishini Bo'ldi qiling dedim-a? O'zingizni tutulishni bilang, ha? Voy, siz mo mas'ul ketibsiz, qarang, ishxonangizni sizga berdim, siz mishan uxlamay ketdim. Hay, to'xtang. Nima? Men yaxshi ko'rishdaman. O'tib bering, Ben nimidan qiziqsiz deyman. Sizlar cho'g'ingiz shu. Birov o'g'an yaxshi ko'rib qolsa, nima bugan nim telefonunuz da sizni alaman demişsiniz, hemiz qo'shilaman. Voy, sizga deydigan ortiq talabim yo'q. Meni ma'qul qo'ying, ha? Men yaxshi ko'rsiz-ku? Yo'q, men sizni yaxshi ko'rmayman. Adam, siz meni yaxshi ko'rsiz. Ko'zim qarang. Men yaxshi ko'ramsiz? Suymayapsiz? Mana. Altın. Siz beni yaxshi ko'ramsizmi? Hocam! Nima ish qilyapsiz? Nima ish qilyapsiz bu? Nima bo'lgan sizga? Nima shunday ahmoqlikni nima qilamsiz? Nima ish qilasiz bu dorni? O'lvasangiz arzimdan. Yo'q. Men bu gullarni Men bu dorini gullar qo'yib qo'yay deb tanishigandim ma'lum. Bo'ldi, ortiq o'ylamang, ha? Bo'ldi, ortiq o'ylamang. Ishqisi yo'q. Qarang. Ishqisi yo'q, ha? Ortiq o'ylamang. Gullarni Ya, bo'ldi. Men o'zim qo'yay bu dorini. O'zim qo'yay. Bundan bundaqsan men o'zim qilay, ha? Ortiq o'ylamang, ha? Kechdi birga qaytamiz juma uyga. Birdan aramag'ash turing.